eniga 10 metr bo'lgan, uzunasiga 26 metr bo'lgan. Endi bu yoqqa keling. Namentlarimiz, to'ykalari 8 ga 8, 2,5 tengada bo'lgan. Mana to'ykalar. Bular lazerdan bo'lgan, tovoqlari, cheklari. Turbalar, turga tengada ishlatilgan. Tepalariga panel qo'yib, panel qo'yib, tepasiga tornaz ishlatilganmiz. Bular bir soatlarga 300 ming so'mlashdi. Farg'ona vodiysi bo'ylab dastlabkilar, ustunukalarimiz bu. Farg'ona vodiysidan boshqa joyga deb savol berishadigan bo'lsa, albatta Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Toshkentlarda 400 ming so'mdan dastlabki ustunukkasi ham yo'qishda xuddi shu holat. Testlarimiz 3 ga 1 turga ishlatilgan. Lazer gullarimizda mana chiroyli bo'lgan hisoblanadi. Belgilarga qo'shilgan. Bu narsamiz shu holatda 70 mingdan tushdi. Dastlabki ustunukka ham yo'qishda bo'ldi. Bunga shunday xizmatlar keraksa, aloqa qilib ko'rasizlar. Telefon raqamlarimiz 90lik 566 86 raqami. Endi bu yoqni yana bittalar ko'rsatib o'tamiz. Ustunukalarimiz ishlatilgan hammasi. Jami 10 ustunuka tushgan navbatimizga. Bunayizimizni Farg'ona viloyati Rishton tumaniga Vohid Hisobovson o'tkazdik. Mana bu yerda mana shoxlar reja bo'lgan. Allohlarimiz o'tkazadi, chiqsa bularga. Daxllari ham, turbalari ham hamma yo'q teknologiyadan ichida bo'lgan. Shunga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib olasiz. Bunavesimiz 70 million so'mga tushdi. Dastlabkilari ham hamma yo'q ichida bo'lgan. Xizmati ham, materiali ham hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Bunavesimiz juda chiroyli va ko'rkam chiqdi. Balandligiga keladigan bo'lsak, balandligi 6 metr bo'ldi. Tizmalardan tashqari. Tizmalarni qo'shadigan bo'lsak 6 metrdan albatta o'tadi bunavesimiz. Aloqa qilib ko'rasizlar bemalol kanalimizga bo'ladi.